Tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 2-dekabrdan 5-dekabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Respublikamizning ushbu viloyatlarida Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatining ayrim hududlarida 4-5 dekabr kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Ayrim joylarda tuman tushib turadi. Respublikamizning qolgan hududlarida esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi, faqatgina tuman tushishi kuzatiladi. Shamol sharqiy yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 2-3 dekabr kunlari kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. 4-dekabr kuni havo haroratlari biroz ko'tarilib, kechalari 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 darajani tashkil etadi. 5-dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 6-11 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 2-3 dekabr kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 4-5 dekabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 2-4 dekabr kunlari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. 5-dekabr kuni 0,5 daraja sovuq. Kunduz kunlari 2-3 dekabr kunlari 5-10 daraja iliq, 4-5 dekabr kunlari esa 0,5 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.